Har kuni bugun nima ovqat qilsam ekan deb boshingiz qotayotgan bo'lsa, unda bir marta bo'lsa ham shu ovqatdan tayyorlab ko'ring, aniq afsuslanmaysiz. Bir qarashda o'zimizni xamir hasab taomini eslatadigan bu taom ozgina o'zgacharoq tayyorlanadi. Videoda ko'rsatilgandek piyoz, qiyma, ziravorlarni solib, shunaqa tayyor xamir ichiga qiymamizni joylab rulet shaklida o'rab olamiz. Ko'rsatilgan masalliqlarni solib, tegi podlivasini ham qilib olamiz. Podlivani ustidan tayyor ruletlarimizni solib, ustini yopib 20 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Ovqatim pishgunicha sizlarga yufka xamirlarini qatdan zakaz qilganimni aytib o'tib ketmoqchiman. Hammani telefonida bor Yandex.Go ilovasiga kirasizlar, manzilingizni kiritasiz, lavka degan ilova chiqadi. Lavkani ichiga kirib, poyezdga yufka deb yozsanglar, yufkani har xil turdagi mahsulotlari chiqadi. O'zingizga kerak bo'lgan mahsulotni zakaz qilasiz, eshigingizni tegigacha yetkazib berishadi. Yufka mahsulotlari shoshib turganingizda joningizga oro kiradi. Bu orada ovqatim ham tayyor bo'lib qoldi, qizlar. Bu ovqatni tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mazasi prosta bomba, qizlar.